Assalomu alaykum, jonim og'am, nechiksiz? Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimga xush kelibsiz. Videoni boshda qo'ygan videomdan ko'pchilik hayron qolgandir. Bu videoni qo'yishimga sabab keyingi vaqtda ko'pchilik, ya'ni mashinniklar mana shu akam bo'lasiz YouTube blogerini videolarini ko'chirib, soxta akkauntlardan ko'pchiliklarni chuv tushiryapti ekan, ya'ni Cobalt mashina yutdiz deb ko'pchilikni aldashyapti ekan. O'zim ham boshqalardan eshitgandim. Keyin esa yaqinda shaxsan o'zimga Telegramdan bu mashinniklar yozishdi. Mana shu yozishmani men sizlarga ko'rsatib bermoqchiman va ular sizlarni qanday qilib aldashmoqchi bo'ladi va ularga qanday qilib aldanmaslik kerak, shular haqida batafsil ma'lumot berib boraman va menga bularni boshqa yuborgan videolari ham bor, shularni ham qo'yib beraman. Shuning uchun videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring. Men esa hozir Telegramdagi yozishmalarimizni o'qib berishni boshlayman. Qani, ketdik azizlarim. Mana azizlarim, Telegram yozishmaga kirdim. Bir emas 3 ta soxta akkauntdan yozishgan. Mana qarang, pastdagi Muhsin Rajabov. Kiramiz. Ana endi qarang. Mana bu yerda video vizib bo'lgan va bu pastdagi dumaloq video, videoni eng boshida menga jo'natgan video. Ana endi yozishmani o'qiymiz. Bu yerda Cobalt rasmi bor. Qarang. Hurmatli obunachimiz, 51506 obunachimiz o'rtasidan sizni profilingiz birinchi bo'lib aniqlandi. Sizga maxsus taklif, jonli efir vaqtida qo'ng'iroq qildik, ko'tarmadingiz. Agarda Cobalt mashinasini olishingiz sharti bor. Xullas, bu yerda yozgan mana bilet 2, 18, 10 ta biletni yozgan. Keyin mana shu biletlarni xarid qilganingizdan so'ng 24 soat ichida yetkazib beramiz. O'yinimiz tomonidan kafolat beramiz. Faqat 10 dona bilet xarajati bor deb. Ya'ni siz bulardan 10 dona bilet sotib olsangiz, sizga Cobalt mashinasi berar ekan. Yozishlari bo'yicha kafolat ham berib qo'yishdi o'zlaricha. Azizlarim, men to'g'risini aytsam, biron marta razigirishdan bilet sotib olmaganman. Qiziq joyi mana shu bo'ldi. Ana undan keyin, ya'ni undan tepasiga bu qarang, 17-yanvarda ikkinchi marotaba boshqa soxta akkauntdan yana jo'natishyapti. Xuddi shu holat bunda ham. Faqat vaqti 14:28 va 15:49da Galasovoy jo'natgan. Keyingi eng qizig'i, ya'ni oxirgi 3-chisi 18-yanvarda bo'lyapti mana bu yerda. Bu yerda ham xuddi shu holat. Ya'ni video vezib jo'natishadi. Keyin mana bu ko'chirma videoni jo'natishadi. Ya'ni bu video ko'chirilgan. Keyin yana sizga o'qib berganim mana o'sha yozuv. Xullas qarang, bu video vezibda bir marta shunday bosib olishadi-da, siz buni ko'tarishga ham uspit qilmaysiz. Keyin mana shunday qilib sizni qulog'ingizga laqvonni ilishni boshlashadi. Xullas 10 ta biletiga har bir biletni 2000 rubldan hisoblaydi, yo 10 ta kimlargadir 20 ta bilet, kimlardir 20 mingga chuv tushiradi, kimlardir 40 ming rublga chuv tushiradi, kimlardir 50 ming. Xullas vaziyatga qarab, sizlarni savol javobingizga qarab narxni ko'tarib boraveradi. Ana endi deylik, siz bunga shubha bildirganingizdan keyin keyingi jo'natayotgan videolarni ko'rib chiqamiz. Ana endi eng qiziq joyi endi boshlandi. Turib ham ishonmagan bo'lsangiz, qoyillayman akajon, joningiz omon bo'lsin. Qay darajada odamzod boyagi nima bo'lishi kerakki, ko'rib turib ishonmayapsiz. Sizga tashlagan pasportim ham o'zimniki. Aldab ketib, o'yin boshqa yo'q-da. Sizlarni ishontirish uchun mana shu videolarni jo'natishadi. Bu videolar hammasi ko'chirma videolar. Ya'ni ko'rib turganingizdek, bu akam bo'lasiz shu YouTube bloger va undan keyingi odam ham qatnashgan. Yana bitta video bor, ya'ni ular sizga pasportini ko'rsatib, ikkinchi odam, mana ishonmasangiz ishoning, mana pasportim, ism, familiyam deb shu videoni jo'natishadi. To'g'risi bu videoni qo'ya olmadim, sababi pasportni ko'rsatganlik uchun YouTube'da zapret qilgan. Ana endi siz shu o'sha bolani pasportini ko'rgandan keyin ko'pchilik ishonishadi va 10 ta biletga kimdir 20 ming, kimdir 40 ming, kimdir 50 ming, xullas mana shu summani jo'natganingizdan keyin oxirida sizni yanada ishontirish uchun mana bu videoni jo'natish. Qani, ketdik.
Mana o'g'iljon shu Cobalt avtomashinasi. Mana raqamlarini ham ko'rib olishingiz mumkin bemalol. Xudo xohlasa shu yo'lga chiqaramiz o'g'iljon. Shu avtomashina salondan chiqarib kelishdi hozir. Mana shu mashina o'g'iljon bo'ladi desangiz. Ko'rib turganingizdek bu videolarga bu mashinnik bolalar xuddi Cobalt mashinani aformat qilib sizga jo'natayotganday qilib yolg'on video jo'natishadi sizga. Shuning uchun azizlarim ehtiyot bo'lamiz, sizlarni ogohlikka chaqiraman. Ya'ni bu videoyimdan keyin siz xulosangiz akam bo'lasizni o'zi ham shunday mashinnikmi degan xulosaga kelmang. Bu hammasi ko'chirma video. Ya'ni mana shu mashinnik bolalarning puxta o'ylangan rejasi. Agar sizga ham haqiqatan yozishayotgan bo'lsa, eng to'g'ri yo'l video murojaat orqali gaplashamiz deng. Ya'ni sizga mana Telegramda yozyapti, xuddi mendagi videolarni jo'natyapti, даже pasportlarini ham ko'rsatib, o'shan hech qaysiga ishonmangda. Davay video vizibingni och, yuzma-yuz ikkalamiz gaplashaylik. Ana undan keyin pulni tashlab beraman deb aytishingiz kerak bo'ladi azizlarim. Mana videomiz ham oxiriga yetdi azizlarim. Agar sizga shunga o'xshash holat ham bo'lsa, iltimos kommentariyaga yozib qoldiring va bu videoni imkon boricha o'z yaqinlaringizga podelitsiya qilib tarqating. Ular ham boxabar bo'lishsin. Agar kanalimga yangi bo'lsangiz, podpiska va bittagina like bosib qo'yishni unutmang. Kelgusi sonda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.